Alhamdulillahi vel minna. Bizi sizlar aziz do'stlarim va rafiqlarim bu Eid Ramazonda yaxshilik va mehribonlik va muhabbat bilan o'tkazdik. Alloh Taolodan tashakkurlik va siposguzorlik qilabizki, yaxshilik bilan o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mehribonlik qiladilar. Aytadilar, har bir insoniki shu mohi muborak Ramazonda hammasini roza tutib, undan so'ng Shavol oyiga 6 roza tutsa, go'yoki tamom shu yilda roza tutganday bo'ladi deydilar. Subhanalloh. Bizning dinimiz shunday bir dindiki, bir yaxshi ish qiling, 10 savob beriladi. Qarang, roza 30 roz va 6 roza degasi hamki bor, mohi Shavolga tutiladi. 36 bo'ladi. 36 zarbi 10 qilsay 360 bo'ladi. Jumla bizlarni bir yilimiz 355 roz bo'ladi. Subhanalloh. Qarang, 500 degasi ham izofa. Boyat biz sizlar bu oyga 6 roza tutishlikni esdan chiqarmasak, xo'p paydarpay bo'lsin, xo'inki bir roz tutib, bir roz tutmaylik, maqsad 6 rozni to'ldirsak, inshaalloh Alloh taol ajr beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.